Doimiy harakat har doim muvaffaqiyatli natija olib keladi. Assalomu alaykum. Ismim Jamoliddin Husanov va bu meni 4-sertifikatim. İsmim Sarvinoz va bu meni 6-sertifikatim. İsmim Umar va bu meni 1-sertifikatim. Mani ismim Muslimbek va bu mening 4-sertifikatim. Bu yaqin kunlarda matematikadan 0 darajasini qo'lga kiritdim va bu men uchun juda ham qiyin bo'ldi. Juda ham ko'p qiyinchiliklardan o'tishimga to'g'ri keldi. Albatta bu qiyinchiliklarimni osonlashtirishda Shahboz ustozimiz matematikadan ularga juda ham katta tashakkurimizni izhor etaman. Negaki bu maktabga kelganimdan beri men matematikaga qiziqishim juda ham kam bo'lgan va matematikani m'sini ham bilmaganman. Lekin ular shunaqangi qildilarki, meni matematikaga bo'lgan mehrimni boshqa ko'z bilan qarashga majbur qildilar va men bu narsani ochiq oydin aytishim kerakki, juda ham men uchun foydali bo'ldi. Shu yaqin kunlarda, to'g'rirog'i, 2 hafta qoldi o'z maktabimiz tugashiga, lekin shu 2 hafta ichida ham men 2 ta sertifikatni yana qo'lga kiritish niyatidaman. Men uchun bu vaqt juda ham qisqa ko'rinishi mumkin, lekin harakat qilish uchun hech qachon kech bo'lmaydi. Agar imkoniyatini qila olsanglar, ishonsanglar. Shuning uchun ham hech qachon to'xtab qolish kerak emas va e'tiboringiz uchun tashakkur. Bu sertifikatni qo'lga kiritish oson bo'lmadi. Bu uchun mendan juda katta sabr va mehnat talab qilindi. Bu katta sabr orqali men shuni tushundimki, har bir narsaga bemalol erishsa bo'ladi. Bu uchun sizdan mehnat talab qilinadi. Bu natijani qo'lga kiritishimda ota-onamni va ustozimning ta'siri juda ham ulkan. Ya'ni ularni berayotgan, qo'llab-quvvatlashlari juda ham yaxshi ma'noda ta'sir qildi. Albatta bu uchun ota-onamga rahmat aytaman va ustozim Shahboz ustozga va direktorimiz Maktub Bahrarimga shunaqa sharoit va ustozlar uchun tashakkur bildiraman. E'tiboringlar uchun rahmat. Men Aljabr maktabida 9-sinfdan beri o'qiyman va bu 3 yil davomida ko'plab yutuqlarga erishdim. Bu uchun men ota-onamga har doim meni qo'llab-quvvatlashgani uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hali maktab tugaguncha yana ozgina vaqt bor. Bu vaqt oralig'ida men yana yangi bilimlarni o'zlashtirib, yana boshqa sertifikatlarni qo'lga kiritishga harakat qilaman. Bu sertifikat men uchun muhim hisoblanadi, chunki men bu sertifikat olish uchun ancha mehnat qilganman, mashaqat qilganman va bilamanki kelajakda bu menga ancha yordam tegadi. Va to'g'risini aytsam, men o'taman deb o'ylamovdim va shu javob chiqqan kuni uydagilar qiziqib, qachon javob chiqadi deb so'rashganda javob beraverdim. Men kutmanglar, baribir yiqilaman deb o'zim ham o'ylayotgandim va ko'rib turganlaringdek men imtihondan o'ta oldim yaxshi va bunga tabiiyki ota-onamning duolari, ota-onamning ishonchlari va ustozlarimning yordamlari sababli oldim bu imtihonni va o'shalarga men o'zim rahmatimni, minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Men 9-sinf bo'lishimga qaramay sertifikat olishni boshladim va menga ko'pchilik ishonmadi sifr olishimga. Men bunga o'zim ishondim va ota-onam ishonchi, ustozlarim ishonchi menga yordam berdi. Va men bitta narsani tushunib yetdim. Hech kim sizlarga ishonmayotgan bo'lsa ham, o'zingizga ishonsanglar va ota-onalar ishonchi sizlarga har doim yordam beradi. Men 9-sinf bo'lishimga qaramay yaqinda bo'lgan imtihonda matematikadan 0 sertifikatini qo'lga kiritdim. Bu birinchi imtihonim va birinchi sertifikatim bo'lganligi uchun imtihonga borganimda juda ko'p hayajon va qo'rquvlar bo'ldi. Men bu qo'rquvlarni va hayajonni yenggan holatda imtihonga kirdim va bu yutuqqa erishdim. Bu yutuqqa erishishimda menga ota-onam va ustozlarim juda katta yordam berishdi va men bu yutuqqa erishdim. Bu sertifikat bilan to'xtab qolmayman va bu yog'iga xalqaro va milliy sertifikatlarni qo'lga kiritishda davom etaman.